Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha mana sifatli komfort avtobusni mana maqsadga qo'ydik. Vatandoshlarimiz kelib o'z mestalarini olib, xudo xolasa bugun Moskvadan jo'nab ketadi. Akamiz ham kelgan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tinchmisiz? Qayerdansiz aka? Bu o'zingizni tanishtiring aka. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridanman. Qarshidan. Qarshidan. Men akaga ishonsangiz bo'ladi. Akaga gap yo'q. Telefon qildingiz, bog'landingiz, keldingiz. Mana o'z uzoqda turib, esda bron qildingiz. Ko'pchilik adashib qolyapti. Qanday kelsak bo'ladi deyapti. Mana aka o'zi tushundi. Telefon qilib topdik. Haqiqatan ham yaxshi ekan. Mana hozir bizlarni Qashqadaryo, Toshkentdan chiqib, Qaflonbekdan olib keldi. Yana Peterga olib ketyapti. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasangiz pulni u yoqdan bering, xolasangiz pulni bu yoqdan kelib bering, farqi yo'q. Kelishamiz. Kelishdan. Vatandoshlarimiz uchun hamisha xizmatdamiz, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar. Ekrandagi nomerlarga bog'laninglar. Aziz vatandoshlar, O'zbekiston Bapesh